eng ko'p musibatga uchraydiganlar bular payg'ambarlar. Tarixni bir o'qing. Muhammad alayhissalom va u kishining ashabi ummati bugungi kunga qadar keladigan 14,5 asrdan beri kelayotgan ummat. Biror bir ummat yo'qki payg'ambar ko'rgan musibatni ko'rsa. Mana shu yerda shuncha odam o'tiribsizlar, namoz o'qiyapsizlar. Qaysi biringizni ustingizga namoz o'qiganligingiz uchun axlat og'darilgan? Ayting. Bormi oranglarda? Qaysi biringiz musulmon bo'lganingiz uchun toshbo'ron qilindingiz? Badanlaringizdan qon oqib oyog'ingiz, oyoq kiyimingiz qonga to'lib ketdi. Kim bor? Dunyolarga sig'may ketdilar musibatlar, yomg'ir ostida. Rasululloh dunyoga sig'may qoldilar. Toifdan qaytdilar. Bu musibat nima bu ko'rgulik? Uylariga kirgilar kelmadi. Xatimni ichida qolib ketdilar. Yarim aylana devor bor Ka'batulloh. Ana o'sha kecha keyin Isro va Me'roj voqeasi bo'lgan. Ya Rasululloh, mana sizning martabangiz. Bir kechada Aqsoga bordilar, butun payg'ambarlar jamoasiga imom bo'ldilar. Ular yerda qolgan hollarida osmonga ko'tarildilar, Me'rojga. Sabr qildilar, sabr qildilar, sabr qildilar. Sabrning ketida mana shunaqangi bir izzat, ikrom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatildi.